12 million 420 ming so'm bo'lar ekan. Bitta skuter beradigan bo'lagan. Assalomu alaykum yaqinlar. Bugun sizlar bilan benzin bilan Tokda yurishi qanchalik cho'mchiga foyda zararligini hisoblab oddiy matematik yo'li bilan chiqarib beramiz. Xo'p, qaranglar, agar sizlar elektr yuradigan bo'lsanglar yoki benzin yuradigan bo'lsanglar, hisob-kitobni baribir chiqarasizlar. Misol uchun benzin yuradigan 3 litrdan kuniga rasxod qilsangiz, bir oyda 90 litr rasxod qilasiz. Minimalda 92 benzin 11500 so'm. Xo'p, 1,35 so'm bir oyda sizlar benzin uchun rasxod qilayotgan bo'lsanglar, agar sizlar buni 1 yilga ko'paytirsanglar, oyma-oy ko'rinmaydi. 1 yilga ko'paytirsanglar 12 million 420 ming so'm sizlar rasxod qilasizlar benzin uchun. Endi tok hisoblaymiz. Qarang, toki sizda maksimum 5000 6000 so'mlik zaryadkaga qo'ysangiz, 60 km o'zdan skuterda yuradigan bo'lsa, 5000 6000 so'mlik zaryadka oladi. 6000 so'mdan hisoblagan taqdirimizda ham 30 kunda 180 ming so'm pul. Buni 12 ga ko'paytirsak, 2 million 160 ming so'm pul sizlar elektrda yurib rasxod qilasizlar. 12 million benzinda yurganda rasxod qilayotgan bo'lsizlar. 10 million 240 ming so'm sizlar elektrda yurib cho'mchiginglarga shuncha foyda olib kelyapsizlar 1 yil mobaynida.